Assalomu alaykum. Bizning YouTube kanalimizdagi obunachilarimiz, xudo xolasa Ko'ksaroy savdo majmuasiga nolovka taxtalarimiz bir vagonda yetib keldi akalar. Mana bu bir xil razmeri, narxlari bo'yicha xudo xolasa keyingi videomiz davomida ba'zan to'liq ma'lumot yetkazib beramiz. Xudo xolasa nimaga biz buni sizlarga ko'rsatyapmiz deydigan bo'lsalaring, inshaalloh bizda narxlar birinchi qo'l mana o'zimiz buyurtma beramiz. Zakaz bersa mana shunaqa vagonga razmerlarni urib berishadi. Keyin Ko'ksaroy savdo majmuasiga biz yetkazamiz. Inshaalloh hunarmandlarga, mebelchilarga nolovka taxtalar kerak bo'lsa, akalar, вообще o'ta ham noyob taxtalar sifati. Kimga zarurat bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqsalaring, Sardor akam nomerlari to'liq va chiroyli ma'lumotlar yetkazib beradilar. Video davomini taxta bazadan sizlarga ko'rsatib beraman. Obunachilar, endi Ko'ksaroy savdo majmuasi bazamizdan sizlarga narxlar tanishtirib o'tib ketamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, akalar, Farg'ona Marg'ilon sentralniy chorrahasidan Akvapark chorrahasiga yurasizlar. Akvapark tomonga yurgandan keyin Akvapark svetofordan o'ngga burilib 700 metr yurib kelsalaring Ko'ksaroy savdo majmuasi. Xudo xolasa videomiz davomida sizlarga akalar ketma-ket ikkita vagonda yangilik mahsulotlarimiz kirib keldi. Ana shu vagonda mahsulotlarimizni Sardor akam bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Mahmudjon, yaxshimisiz? Aka, charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Biz Ko'ksaroy savdo majmuasini YouTube'da ko'rib boruvchi aka-ukalarimiz. Xudo xolasa biz bir ikki video chiqara olmay qoldik. Yuklarimiz keldi. O'shalar bilan bir qator hammalarni tanishtirib chiqamiz. Mahmudjon, nolovkadan boshlaylik. Aha. Birinchi kelgan hunarmandlar. Birinchi vagon u aka? Birinchi vagon. Bo'ldi mana akalar, xudo xolasa ikkita vagonda yangiliklar kelgan. Hayotda Mahmudjon, holat. Bu asobiy olib qo'yilgan narsa bas. O'zi nolovka. Vagonda video olovni haqiqatda hammasi mana shunaqa turadi. Ozroq qolgan ekan-u, lekin Xo'p, bu 44 ga 17 lik. Aha, men oldiga o'tib olay, rasmiy ko'rsataman. Qalini 44 lik, endi 17 lik, uzuni 4 metrlik. Aha. Nolovka taxtalarimiz. Kubasi $470 qilib beryapmiz. Bu so'm hisobiga chiqib qoladi. 180 ming, 170 ming chiqib qolsa kerak. 180 so'mga hisoblagan olmayman. Qog'oz hisobiga $470 qilib beryapmiz. Buni asosiy aka kimlar oladi? Qatga foydalanishi? Eshiromchi akalarimiz olishadi. Aha. Asosiy hunarmandlar oladi. Hunarmandlar. Hunarmand taxta. Sababi bu hali asobiy nolovka. Taxtaning ichidan chiqqan bas. Mana hozir bu yoningizda bunday videoda ko'rsatsin, mana bu обычный taxta. To'g'ri taxta, oddiy taxta. Buning ichidan terilgan narsa bas bu. Bu hali o'zingiz ham syomka qildingiz-ku vagonda. O'sha spes toza, hali asobiy toza taxtam. Mana akalar, o'zlari bitta baho berildi. Butag'i ham bo'lmas ekanda buni. Xo'p, keyin Mahmudjon xuddi o'sha razmerda mana 10 liklari. Aha. Qalini 44 lik, eni 10 lik, uzuni 4 metrlik. Bularda kuba narxi 10 likniki $500 beryapmiz. $500. Ha, 10 likniki $500. Keyin Mahmudjon, mana bu yerda 14 lik razmerlarimiz bor. Aha. Xo'p, bu ham xuddi shunaqa nolovka taxtalarimiz. Hali terib sotyapmiz, tugatib bo'lganimiz yo'q hali. Mahmudjon, holat o'ta go'zal. Taxtamiz ham ko'payib ketdi akalar, mana tevasini olib ko'rsatib beraman. Xudo xolasa holatlari zo'r, ideal darajada. Inshaalloh. Xo'p, bu razmerlarimizni 17 bilan 14 olgan odamga Mahmudjon $470 dan qilib beryapmiz. $470. $470, uzuni 4 metrlik, qalini 44 lik, pilusi bor. Hop, nolovka taxtalar. Nolovka taxtalar. Bu tarafini ham ko'rsatsangiz bo'laveradi. Mana ular 14 lik Mahmudjon. Qalini 14, eni qalini 44, eni 14, uzuni 4 metrlik toza taxta nolovka. Bular ham 10 lik, xuddi razmerda 10 likga. Mana orqa tarafingizda terilib turganlar 17 lik. 17 lik. 17 lik taxtalarimiz. Mana u 17 midi? Bu ham 17. Buni davomi, Buni davomi. Prosta Xudo xolos. bo'y yetmay qoldi agaga. O'shaning uchun bolalar pastga tushirib qo'yishdi. Bo'ldi aka. Xudo xolasa taxtalarimiz bor, kelishaveradi, murojaat qilishaveradi. Inshaalloh chiroyli qilib beramiz.
Mahmudjon kecha kelgan vagonlarimiz bor. Aha. Kecha kelgan vagonlarimizdan hop. Mana bitta bruslarimiz kelgan. 14 ga 14 brusimiz sotilib yuborildi. Endi uni syomka qila olmadik Mahmudjon. Ha, 14 ga 14 brus ham keladi. Kelodi tugadi u. Yemash. Tugadi. Va bir kunda keyincha o'ringa taxtalar tugab qolyapti. Bu tugadi. Mana bu Mahmudjon 85 ga qalinligi 85. Aha. Eni 14. Uzuni 4 metrlik. 100% sasna. 100% sasna. Stoykaga ham ishlataveradi, hariga ham ishlataveradi. Sharoit yutargan odam to'singa ham ishlataveradi. Hali podvalli uy bo'lsa, podvalli uyga ham ishlatsa ham bo'laveradi. Sharoitga qarab ish qilaveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana 85 ga 14. Mana baland turgan ham Mahmudjon 85 ga 14. Bir xil bu ikkovi. Hammasi. Keyin buni gapil. Chiroyli nasib qilgan. Yaxshi, tekis. Mana holatlari Mahmudjon. 100% sasna. Xudo xolasa. Bularning narxlari Mahmudjon 210 ming so'm qilib beryapmiz. 210 ming so'm. 210 ming so'm. Chubagachi? Hop, chubaga 385 chiqadi. Ko'proq olinsa ingiroq qilib beraveramiz. Xudo xolasa. Shu beramiz. Hali optimga ishlaydiganlar bo'ladi. Sardor aka, misol sizdan olib foydalanaman deydiganlar bo'ladi. Bo'ladi. Ularga kelsa, ularga hop dokumentiy razmeriga $375 berdik. Kecha Asakaga chiqardik, Trikotaj bozoriga chiqardik. $375 dan dokumentiy razmeriga berdik. Xudo xolasa. Bor narsa, Xudo xolasa kelishaveradi. Sifati Xudo xolasa nihoyatda a'lo darajada. Ana akalar o'zlaring bitta baho beringlar. Bu mana bitta, ustida yana bitta. Mana bitta Mahmudjon, mana akalarimiz soshishyapti. Hop, qalini 45 ga 14 lik. Sasna taxtalarimiz 100% sasna. Hop, bular narxlari, kuba narxlari hop $375 qilib berdi. $375. Jicha Rossiyada rubl bilan qog'ozda hisobiga taxtalar jicha jonlanib qoldi. Endi bir xillar kommentariyada yozadi. Falon joyda buncha, falon joyda buncha deb yozadi. Endi tushuninglar. Belarusiyan taxtasi bilan Irkutskiy taxtasining farqi bor. Qayini farqi bor. Belarusiyan taxtasi shoq butaq bo'ladi. Irkutskiyniki mayda ko'z bo'ladi. Keyin lesda ham farq bo'ladi. O'shaning uchun Belarusiyan taxtasiga pichmanglar akalar, iltimos. Kommentariyaga bir xil odam yozyapti. Yozgan bu gapim hamma uchun emas, yozganlar uchun. Ya'ni aka sifatiga qarab bo'lar ekanda. Sifatiga qarab bo'ladi. U taraf taxtasi boshqa narsa, bu taraf taxtasi boshqa narsa. O'shaning uchun biz endi ko'proq Irkutskiy taxtasini olamiz. Irkutskiy taxtasi yaxshi chiqadi. Mana Mahmudjon Irkutskiy taxtasi 100% sasna. Qalini 45 lik. Eni 10 lik, 10,5 lik, 11 gacha ko'rsatadi. 45 ga 11 ko'rsatadi. Buni ham kubasi $375. $375 Xudo xolasa. Xudo xolasa. So'm hisobiga bir 85 mingmi, 83 mingmi chiqyapti. Adashmasam. 85 83. Ulgurjiga kelsa, ulgurjining narxida hisoblab beraveramiz. Endi mana shu narx masalasiga ham to'xtalsak, aka, ya'ni kursni narxi o'zgarishiga qarab har kuni narxi o'zgaradimi? O'zgaradi. Mana hozir O'zbekistonning kursi 1200. 68 ming sotayotgan taxtalarim neysin 1,5 ming so'm qaytdi. Qaytdi. Endi aqdan kelish hisobiga agarda rubl balandlab qog'oz pasayib ketib qolsa, taxtaga narxiga ta'sir qiladi. O'zgarib turadi. O'zgaradi. Endi o'shaning uchun o'shanga qarab nima qilsa, xudo xolasa, biz ham chiroyli qilib, biz maqsad odamlarni ishlar sifatli, chiroyli qilish uchun olib kelyapmiz. So'roq bitirib beramiz qo'limizdan kelgancha. Inshaalloh. Xudo xolasa akalar optimga xarid qilmoqchi bo'lganlar, ulgurjiga olib sotib daromad qilaman deganlarga ham Sardor akamning imkoniyati bor. Sardor akam ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, to'liq chiroyli ma'lumotlar yetkazib beradilar. Hammalaringni do'konimizda kutib qolamiz. Kelaverasizlar.